Mercedes-Benz C-Class haqida gap ketganda ko'z oldimizga so'nggi 10 yilliklarning eng mashhur sedanlaridan biri keladi. Aynan shu model uzoq yillar davomida 3 nurli yulduz timsoliga ega Mercedes-Benz avtomobillar olamiga kirish uchun asosiy tanlov bo'lib xizmat qildi. U nufuz zamonaviy texnologiyalar va brendga xos qulaylikni o'zida uyg'unlashtirib kelgan. Biroq avtomobil sanoati o'z tarixidagi eng yirik o'zgarish davrini boshdan kechirmoqda. Endi esa mutlaqo yangi sahifa ochilmoqda. To'liq elektr quvvatda harakatlanuvchi 2027-yilga Mercedes-Benz C-Class EV taqdim etildi. Yangi model shunchaki brendning mavjud elektromobillar qatorini to'ldiribgina qolmadi. U C-Class oilasi uchun mutlaqo yangi davrni boshlab beradi. Unda Mercedes-Benzning an'anaviy qadriyatlari ilg'or elektr texnologiyalari, raqamli servislar hamda yangi MBOS dasturiy platformasi bilan uyg'unlashtirilgan. Shu bilan birga avtomobil nafaqat texnik jihatdan, balki tashqi ko'rinishi bilan ham benzin versiyadan sezilarli darajada farq qiladi. Bu esa kompaniyaning kelajak avtomobillar dizayniga bo'lgan mutlaqo yangi yondashuvni namoyon etadi. Eng ko'p muhokama qilinayotgan yangiliklardan biri shundaki, elektr quvvatida harakatlanuvchi Mercedes-Benz C-Class EV'ning ilk seriyali nusxalari Xitoyda ishlab chiqariladi. Bu qaror Mercedes-Benzning elektromobillar yo'nalishini rivojlantirish bo'yicha global strategiyasini aks ettiradi hamda kompaniyaga dunyodagi eng yirik elektromobillar bozorida ishlab chiqarish quvvatlaridan yanada samarali foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga ushbu model global avtomobil sifatida ishlab chiqarilmoqda va dunyoning aksariyat bozorlarida sotuvga chiqariladi. Birinchi qarashdayoq bu Mercedes-Benzning yangi elektr davriga mansub avtomobil ekanligi anglash mumkin. Agar benzinli C-Class Classic Sport sedani proporsiyalarini saqlab qolgan bo'lsa, elektr versiyasi yanada silliq va aerodinamik siluetga ega bo'lgan. Old qismida an'anaviy radiator panjarasi o'rnini yopiq panel egallagan. Shuningdek, u kuzovga uyg'unlashtirilgan LED faralar hamda Mercedesning ko'plab 3 nurli yulduz logotiplari bilan bezatilgan bo'lib, ular avtomobil dizaynining ajralmas qismiga aylangan. Xuddi shu dizayn uslubi orqa chiroqlar bezagida ham davom ettirilgan. Kuzovning puxta ishlab chiqarilgan chiziqlari, yashirin eshik tutqichlari, silliq pastki qism va optimallashtirilgan g'ildirak disklari shakli tufayli aerodinamik qarshilik koeffitsiyenti sezilarli darajada kamaytirilgan. Bunday yechimliklar avtomobilga nafaqat zamonaviy va jozibador ko'rinish beradi, balki uning energiya samaradorligi hamda bir zaryadda bosib o'tish masofasini ham oshiradi. Yangi dizayniga qaramay avtomobil siluetidan uning C-Class oilasiga mansubligini oson payqash mumkin. U bir vaqtning o'zida nafis dinamik va yuqori texnologiyali ko'rinishga ega bo'lib, Mercedes-Benzning o'ziga xos uslubini saqlab qolgan. Model mutlaqo yangi 800 voltli elektr arxitekturasi asosida qurilgan. Aynan shu platforma elektr uzatma tizimining yuqori samaradorligini ta'minlaydi. Energiya yo'qotilishlarni kamaytiradi va quvvatlash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Standart batareyaning foydali sig'imi taxminan 94 kWh tashkil etadi. Bu esa yangi Mercedes-Benz C-Class EV'ni o'z sinfidagi eng katta yurish zaxirasiga ega elektr sedanlardan biriga aylantiradi. Yevropada qo'llaniladigan velosiped sikliga ko'ra avtomobil bir marta to'liq quvvatlaganda 760 km gacha masofani bosib o'ta oladi. AQShda qo'llaniladigan yanada qat'iy EPA sinov standartlariga ko'ra esa kutilayotgan yurish zaxirasi 640 km atrofida bo'ladi. O'lchash usullari o'rtasidagi farqlarga qaramay, bu ko'rsatkich yangi modelni o'z segmentidagi yetakchi elektromobillar qatoriga olib chiqadi. Mercedes-Benz an'anaviy ravishda elektromobillarning energiya samaradorligiga alohida e'tibor qaratadi. Shu sababli real hayotdagi yurish zaxirasi ham ishlab chiqaruvchi tomonidan e'lon qilingan ko'rsatkichlarga juda yaqin bo'lishi kutilmoqda. Bozorga birinchi bo'lib Mercedes-Benz C-Tourist 4MATIC versiyasi chiqarilishi rejalashtirilgan. U ikkita elektr dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, ularning umumiy quvvati 482 ot kuchini tashkil etadi. To'liq uzatmali 4MATIC tizimi esa standart jihozlar qatoridan o'rin olgan. Muhandislar transmissiya uchun qiziqarli ishlash algoritmini ishlab chiqqan. Tinch va me'yoriy harakatlanish vaqtida avtomobil asosan orqa elektr dvigatel yordamida harakatlanadi. Oldingi elektr dvigatel esa faqat qo'shimcha tortish kuchi zarur bo'lgan holatlarda, masalan, keskin tezlanishda, sirpanchiq yo'lda harakatlanganda yoki avtomobil katta yuk ostida bo'lganda ishga tushadi. Bunday yechim energiya sarfini kamaytirishga va bir zaryad bilan bosib o'tiladigan masofani yanada oshirishga xizmat qiladi. Elektr uzatma tizimi avtomobilga yuqori dinamikani ham taqdim etadi. 0 dan 100 km/soatgacha tezlanish taxminan 4 soniyani tashkil etadi. Shu tariqa yangi Mercedes-Benz C-Class EV model tarixdagi eng tezkor C-Class avtomobillaridan biriga aylanadi. Keyinchalik bitta elektr dvigatel bilan jihozlangan orqa g'ildirakdan tortuvchi va narxi nisbatan hamyonbop bo'lgan versiyasi ham taqdim etilishi kutilmoqda. Ushbu modifikatsiya bir zaryadda yanada uzoq masofani bosib o'tish imkonini taklif etadi. Elektr platformasiga o'tilganiga qaramay, Mercedes-Benz muhandislari avtomobilning o'ziga xos boshqaruv xarakterini saqlab qolishga alohida e'tibor qaratgan.
Kompaniya ta'kidlashicha, yangi C-Class EV model tarixidagi eng sport ruhidagi C-Class hisoblanadi. Shu bilan birga muhandislar undan ancha yuqori toifadagi S-Class modeliga xos bo'lgan ravon va qulay harakatlanish darajasini ham saqlab qolishga muvaffaq bo'lishgan. Avtomobil mutlaqo qayta ishlab chiqarilgan osma tizimi va yangi rul boshqaruvi bilan jihozlangan. Qo'shimcha opsiyalar sifatida quyidagilar taklif etiladi. Adaptiv pnevmatik osma tizimi, orqa g'ildiraklari hamda buriladigan to'liq boshqaruvchi shassi, o'qlar o'rtasida tortish kuchini aqlli taqsimlovchi tizim. Bunday yechimlar uyg'unligi avtomobilga yuqori tezlikda barqaror harakatlanish, notekis yo'llarda yuqori darajadagi qulaylik hamda shahar sharoitida a'lo darajadagi manyovrlik ta'minlashi kutilmoqda. Yangi platformaning eng muhim afzalliklaridan biri yuqori tezlikdagi quvvatlash imkoniyatidir. Zamonaviy doimiy tok DC quvvatlash stansiyalariga ulanganda quvvatlash quvvati 330 kW gacha yetishi mumkin. Mercedes-Benz ma'lumotlariga ko'ra, atigi 10 daqiqalik quvvatlash orqali avtomobilning yurish zaxirasini taxminan 320 km ga oshirish mumkin. Bundan tashqari, yangi regenerativ tormozlash tizimi sekinlashish vaqtida akkumulyatorga 300 kW gacha energiyani qaytarishga qodir. Ko'plab yo'l sharoitida avtomobil an'anaviy tormoz mexanizmlaridan deyarli foydalanmaydi. Tezligini asosan elektr dvigatellar yordamida kamaytiradi. Agar avtomobilning tashqi ko'rinishi Mercedes-Benz dizaynidagi evolyutsiyani namoyon etsa, uning saloni haqiqiy texnologik sakrashni aks ettiradi. Old panelning deyarli butun qismini ulkan hyperscreen shisha displeyi egallagan. Jihozlanish darajasiga qarab ushbu tizim 3 ta alohida ekranni o'z ichiga birlashtiradi. 12.3 dyumli raqamli uskunalar paneli, 17.7 dyumli markaziy sensorli multimedia displeyi, 6 yo'lovchi uchun mo'ljallangan 12.3 dyumli alohida ekran. Yuqori toifadagi komplektatsiyalarda hyperscreen shisha panelining umumiy eni qariyb 1 metrga yetadi. Yangi multimedia tizimi MBOS operatsion tizimi asosida ishlaydi. Ovoz orqali boshqaruv uchun bir vaqtning o'zida bir nechta sun'iy intellekt yordamchilari xizmat qiladi. Navigatsiya va marshrutlarni izlash vazifasini Google Gemini bajaradi. ChatGPT esa virtual suhbatdosh sifatida ishlaydi hamda tabiiy tilni tushunish va qayta ishlash funksiyalarini bajaradi. Vazifalarning shunday taqsimlanishi tufayli tizim haydovchining so'rovlarini tezroq anglaydi va buyruqlarini yanada aniqroq bajaradi. Ovozli boshqaruvdan tashqari avtomobil sensorli ekran, ruldagi boshqaruv tugmalari hamda yangi avlod proyeksion displeyi orqali ham boshqariladi. Ular orasida kengaytirilgan reallik elementlarini qo'llab-quvvatlaydigan variantlar ham mavjud. Mercedes-Benzning yangi C-Class EV modelini Xitoyda ishlab chiqarish qarori dastlab kutilmagandek tuyulishi mumkin. Biroq aslida bu kompaniyaning elektromobillar yo'nalishini rivojlantirish strategiyasining mantiqiy davomi bo'lib, bugungi kunda jahon avtomobil sanoatida yuz berayotgan o'zgarishlarni yaqqol aks ettiradi. So'nggi 10 yil ichida Xitoy dunyodagi eng yirik elektromobillar bozoriga aylandi. Bu yerda nafaqat elektromobillar savdosi eng yuqori darajada, balki akkumulyatorlar, quvvat elektronikasi va elektr platformalari uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniyalar ham jamlangan. Shu sababli deyarli barcha yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari Xitoydagi faoliyatini kengaytirib, u yerda nafaqat ichki bozor uchun, balki boshqa davlatlarga eksport qilinadigan avtomobillarni ham ishlab chiqarmoqda. Mercedes-Benz uchun Xitoy strategik jihatdan nihoyatda muhim bozor hisoblanadi. Chunki kompaniyaning jahon bo'yicha eng yirik savdo ulushi aynan shu mamlakat hissasiga to'g'ri keladi. Shu sababli ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, logistika xarajatlarini kamaytirish, bozor talablariga tezroq javob berish hamda yangi modellarni yanada raqobatdosh narxlarda taklif etish imkonini beradi. Hozircha 2027-yilga Mercedes-Benz C-Class EV uchun Xitoydagi rasmiy narx e'lon qilinmagan. Biroq xalqaro avtomobil nashrlarining baholashicha, boshlang'ich narx 55 mingdan 67 ming dollar atrofida bo'lishi kutilmoqda. 2 elektr dvigatelli C-Torius Formatic versiyasi esa taxminan 60 ming 67 ming dollar oralig'ida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Xitoyda ishlab chiqarilishi sababli mahalliy bozorda narx boshqa davlatlarga nisbatan biroz arzonroq bo'lishi ehtimoli bor. Mutaxassislar Xitoydagi boshlang'ich narx 55 mingdan 62 ming dollar atrofida bo'lishini taxmin qilmoqda, ammo bu hali rasmiy tasdiqlanmagan.